Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Naqd pul, pensiya olish tartibi, bank kartalari. Yangi cheklovlar va odamlar orasida tarqalgan pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gap nimani anglatadi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli hammamizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Agar bu qoidalarni vaqtida tushunmasak, pensiya olishda kechikish, bankda navbat, karta ishlamay qolishi, firibgarlarga aldanish yoki o'z pulimizni olishda ortiqcha muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy tilda aniq misollar bilan nima o'zgargani, kim xavotir olishi kerakligi va nima qilish lozimligini tushuntiraman. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul ko'rinishida olardi. Ayrim hududlarda pochta xodimi uyma-uy yurib pensiya tarqatardi. Ayrim joylarda pensionerlar belgilangan kunda kassaga yoki pochta bo'limiga borib imzo qo'yib pulini qo'lga olardi. Bu tartib ko'p yillar davomida odatiy bo'lib kelgan. Ayniqsa yosh katta insonlar uchun pul qo'lda bo'lsa xotirjamman degan tushuncha kuchli. Chunki ular kartadan foydalanishga o'rganmagan, bankomatdan pul yechishda qiynaladi. Telefon orqali to'lov qilishni bilmaydi. Yoki karta yo'qolsa pul ham ketadi deb o'ylaydi. Endi esa davlat xizmatlari, bank tizimi va ijtimoiy to'lovlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Maqsad shuki, pensiya va nafaqalar aniq egasiga o'z vaqtida shaffof tarzda yetib borsin. Kartaga tushgan pulni hisobda ko'rish mumkin, qachon tushgani yozuvda qoladi, ortiqcha vositachilar kamayadi. Biroq mana shu jarayonda odamlar orasida endi pensionerlar naqd pul ola olmaydi. Hamma pensiya faqat kartada qoladi. Bankdan pul yechish taqiqlanadi degan gaplar tarqaladi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Gap odatda pensiyani berish shakli, to'lov kanali, identifikatsiya va xavfsizlik tartiblari haqida ketadi. Bu har doim ham siz umuman naqd pul ololmaysiz degani emas. Lekin ayrim holatlarda naqd berish cheklanishi, karta orqali olish majburiy bo'lishi yoki pulni olish uchun qo'shimcha tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya to'lovlarida shaxsni aniqlash, bank kartasiga o'tkazish, ishonchnoma orqali olish, uzoq muddat pul yechilmasa tekshiruv o'tkazish kabi tartiblar kuchaymoqda. Bu bir tomondan pensionerning pulini himoya qiladi, ikkinchi tomondan esa o'z vaqtida hujjatlarini yangilamagan, kartasi muddati tugagan, bankka bormagan yoki boshqa odamga ishonchnoma bergan fuqarolar uchun amaliy muammolar tug'dirishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman: har bir pensioner o'z pulini olish huquqiga ega. Pensiya bu davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy ta'minot bo'lib, odamning qonuniy daromadi hisoblanadi. Yangi qoidalar odamni pensiyasidan mahrum qilish uchun emas, to'lovni tartibga solish uchun joriy qilinadi. Lekin qoidani bilmagan odam o'z huquqidan foydalanishda qiynaladi. Masalan, pensiya kartaga tushgan bo'lsa, lekin karta muddati tugagan bo'lsa, pul yo'qolmaydi. U hisobda turadi. Ammo pensioner yangi karta olmaguncha yoki bank orqali hisobini faollashtirmaguncha puldan foydalanishda qiynaladi. Bir misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Avval pochta orqali naqd olgan. Endi unga bank kartasi ochilgan. Pensiya oyning 10 sanasida kartaga tushadi. Otaxon kartadan foydalanishni bilmaydi, bankomatdan qo'rqadi, pulim bankda qolib ketdi deb o'ylaydi. Aslida uning puli kartada turibdi. U bankka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani ishlatish, PIN kodni almashtirish, SMS xabarnoma ulash va bankomatdan pul yechishni o'rganishi mumkin. Agar xohlasa, kartaga tushgan pulni bankomatdan naqd yechadi. Demak, muammo naqd pulni olish huquqida emas, yangi tartibni bilmaslikda. Ikkinchi misol, 72 yoshli onaxon har oy 9.000 so'm pensiya oladi. U nevarasiga kartasini berib qo'ygan. PIN kodini ham aytgan. Nevara har oy pensiya tushishi bilan pulni yechib oladi. Lekin onaxonga faqat 500.000 so'm beradi. Onaxon qolgan pul qayerga ketayotganini bilmaydi. Yangi nazorat tartiblari aynan shunday holatlarda muhim. Chunki karta shaxsiy hisoblanadi. PIN kodni boshqa odamga berish xavfli. Agar pul yechib olinsa keyin men olmagan edim deb isbotlash qiyin bo'ladi. Shu sababli men har doim aytaman: pensioner kartasini o'zida saqlashi kerak. PIN kodni hech kimga aytmasligi kerak. Yordam kerak bo'lsa, bank xodimi yoki ishonchli yaqinining yonida turib, lekin PIN kodni oshkor qilmasdan ish qilishi kerak. Uchinchi misol. Pensioner qishloqda yashaydi. Bankomat uzoq.
Transportga 20 ming so'm ketadi. Bankka borishning o'zi qiyin. Bunday vaziyatda odamlar kartaga o'tkazish yomon bo'ldi deb o'ylaydi. Bu yerda yechim qoidani inkor qilish emas, to'g'ri xizmat turini tanlash. Ayrim banklarda mobil bank kassalari, mahalla orqali ma'lumot berish, pochta xizmatlari, ishonchnoma asosida olish yoki yaqin bank filialida xizmat ko'rsatish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Pensioner o'z hududidagi pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali yoki mahalla mas'ulidan aniq tartibni so'rashi kerak. Eng muhimi, og'zaki mish-mishga emas, rasmiy manbaga tayanish kerak. Menimcha, birinchi navbatda karta ishlatishni bilmaydigan pensionerlar xavotir olishi emas, tayyorgarlik ko'rishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani hali ham faqat naqd shaklda olishga o'rgangan bo'lsangiz, bank kartasi, bankomat, SMS xabarnoma, mobil ilova, PIN kod, karta muddati kabi tushunchalarni bilib oling. Bu murakkab emas, lekin e'tiborsizlik qimmatga tushishi mumkin. Ikkinchi guruh, kartasini boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar. Bu juda katta xato. Karta hamyon bilan bir xil emas, undan ham jiddiyroq narsa. Hamyonda qancha pul borligini ko'rasiz, kartada esa butun pensiya nafaqa, ba'zan jamg'arma ham bo'lishi mumkin. PIN kodni aytib qo'ygan bo'lsangiz, pulingizni boshqa odam ishlatishi, internet orqali to'lov qilishi yoki bankomatdan yechishi mumkin. Keyin buni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi guruh, hujjatlari eskirgan yoki ma'lumotlari mos kelmaydigan fuqarolar. Masalan, pasport ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Yashash manzili o'zgargan, telefon raqami o'zgargan, lekin bankka aytilmagan. Karta muddati tugagan, lekin yangisi olinmagan. Bunday holatlarda pensiya to'xtab qolmaydi, lekin foydalanish cheklanib qolishi mumkin. Bank shaxsni aniqlash kerak deydi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotni yangilang deydi. Pensioner esa menga pul bermayapti deb asabiylashadi. Aslida masala bitta, hujjatlarni tartibga keltirish. 4-guruh, chet elga uzoq muddat ketgan yoki boshqa viloyatda yashab yurgan pensionerlar. Pensiya tizimida shaxs tirikligi yashash holati. To'lovning egasiga yetib borishi muhim. Agar pensioner uzoq vaqt pulni olmasa, karta harakati bo'lmasa yoki ishonchnoma muddati tugasa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu ham oddiy nazorat tartibi. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensionerlar oldindan bank va pensiya jamg'armasidan o'z holati bo'yicha maslahat olishi zarur. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya kartangiz faol bo'lsa, PIN kodni o'zingiz bilsangiz, SMS xabarnoma kelayotgan bo'lsa, bankomat yoki bank kassasi orqali pul yechib olsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Sizning asosiy vazifangiz pulingizni nazorat qilish. Har oy pensiya tushganini tekshiring. Qancha tushganini yozib boring. Ortiqcha yechimlar bo'lmaganini ko'ring. Agar 25 ming so'm pensiya olsangiz, kartaga aynan shu miqdor tushdimi? Bank komissiyasi bormi? Qaysi kuni yechildi? Kim yechdi? Mana shu savollarga javob bo'lish kerak. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin yordam berish degani kartani olib qo'yish emas. To'g'ri yordam shunday bo'ladi. Farzand pensionerni bankka olib boradi, navbat olishga yordam beradi, xodim bilan gaplashishda ko'maklashadi. Lekin imzo pensionerning o'zi tomonidan qo'yiladi. PIN kodni pensionerning o'zi kiritadi. Pulni pensionerning o'zi oladi. Agar sog'lig'i sababli buni qila olmasa, unda qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Bu farqni tushunish juda muhim. Endi eng ko'p muammo chiqaradigan nozik joylarga to'xtalaman. Birinchisi ishonchnoma. Ko'p oilalarda pensioner pulini o'g'li, qizi, kelini yoki nabirasi olib beradi. Agar bu oddiy oilaviy kelishuv bo'lsa, bank buni har doim ham qabul qilmaydi. Chunki bank uchun hisob egasi pensionerning o'zi. Agar boshqa odam pul olishi kerak bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Ishonchnomada kimning nomidan, qaysi muddatga, qaysi huquqlar bilan pul olishi aniq yozilishi lozim. Umumiy ishonchnoma bilan hamma ish bo'laverdi deb o'ylamang. Ba'zan bank aynan pensiya yoki bank hisobidan foydalanish huquqi ko'rsatilgan hujjatni so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik joy, karta muddati. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 16-25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil iyun oyigacha amal qiladi. Muddati tugagan kartaga pul tushishi mumkin, lekin ayrim amaliyotlar ishlamasligi mumkin. Shuning uchun muddat tugashidan oldin bankka borib, yangi karta olish kerak. Ayniqsa pensionerning telefoniga SMS kelmasa, u karta muddati tugaganini bilmay qolishi mumkin.
Uchinchi nozik joy telefon raqami. Ko'p pensionerlar bankdagi telefon raqamini farzandining nomeriga ulab qo'yadi. Bu qulaydek tuyuladi, lekin xavfli. Chunki tasdiqlash kodlari pul yechilgani haqidagi xabarlar internet to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar shu raqamga boradi. Agar raqam boshqa odamda bo'lsa, pensioner o'z hisobini to'liq nazorat qila olmaydi. Men tavsiya qilaman, imkon qadar bankdagi SMS xabarnoma pensionerning o'z telefoniga ulangan bo'lsin. Agar telefon ishlatishni bilmasa, oddiy tugmali telefon ham bo'ladi. Asosiy maqsad xabarni ko'rish. 4-nozik joy bankomatdan pul yechishdagi komissiya. Ba'zi hollarda o'z bankingiz bankomatidan yechsangiz komissiya bo'lmasligi yoki kam bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatidan yechsangiz komissiya olinishi mumkin. Masalan, pensioner 1 million so'm yechmoqchi bo'ldi. Bankomat 1% komissiya olsa 10 ming so'm ketadi. Bu katta puldek ko'rinmasligi mumkin. Lekin har oy takrorlansa, yiliga 20 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun qaysi bankomatdan yechayotganingizni biling. Komissiya yozuvini o'qing, tushunmasangiz bank xodimidan so'rang. 5-nozik joy firibgarlar. Yangi qoidalar chiqqanda firibgarlar juda faollashadi. Ular telefon qilib pensionerlar kartasi almashtirilmoqda. Naqd pul taqiqlanadi. Pulingiz kuyib ketmasligi uchun kodni ayting. Pensiyani saqlab qolish uchun karta raqamini yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kodni aytmam. Hech kimga PIN kodni aytmam. Karta raqamini. Amal qilish muddatini va orqa tarafidagi 3 xonali kodni begonalarga yubormang. Bank xodimi hech qachon telefon orqali PIN kod yoki SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-nozik joy pensiya miqdorining o'zgarishi. Ba'zan pensioner avval 1 million 300 ming olardim. Bu oy 1 million 2 ming tushibdi deydi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob, qarzdorlik ushlanmasi, aliment yoki ijro hujjati, bank komissiyasi oldingi oy ortiqcha to'langan summani qaytarish. Bunday vaziyatda taxmin qilmang. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotini oling. Bankdan esa hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Shunda pul qayerdan kelgani va qayerga ketgani aniq ko'rinadi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya, ism, otasining ismi bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzilingiz yangilanganmi? Agar biror ma'lumot o'zgargan bo'lsa, bankka va zarur bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Karta qaysi bankniki, muddati qachongacha, PIN kodni bilasizmi? Karta ishlayaptimi? Bankomatdan balans ko'ra olasizmi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Keyin yangi karta chiqaring. Balki topilib qoladi deb kutish xavfli. Chunki karta begona qo'lga tushsa, pulingiz xavf ostida qoladi. 3-qadam, SMS xabarnomani ulang. Har bir pul tushishi va yechilishi haqida xabar kelib tursin. Bu kichik xizmat bo'lishi mumkin, lekin nazorat uchun juda muhim. Agar pensioner o'zi o'qiy olmasa, ishonchli yaqiniga ko'rsatishi mumkin. Lekin telefon va kodlar ustidan nazoratni butunlay topshirib qo'ymaslik kerak. 4-qadam, bankdan hisob varaq ko'chirmasini olishni o'rganing. Kamida 3 oyda bir marta bankdan yoki mobil ilovadan ko'chirma oling. Unda pensiya qachon tushgani, qancha tushgani, qachon yechilgani ko'rinadi. Agar noma'lum yechim bo'lsa, darhol bankka ariza yozing. Arizada sana summa, karta raqami, telefon raqami, muammo mazmuni aniq ko'rsatiladi. Masalan, 2025 yil 12 mart kuni kartamdan 300 ming so'm yechilgan, men bu amaliyotni bajarmaganman, tekshirishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam. Agar naqd pul kerak bo'lsa, eng yaqin va qulay yo'lni tanlang. Bank kassasidan olish mumkinmi? Bankomat bormi? Mahallada bank xizmatlari kuni tashkil etiladimi? Pochta orqali xizmat saqlanganmi? Mana shularni aniqlang. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun umumiy gapga emas, o'zingiz yashaydigan tuman bo'yicha rasmiy javobga tayaning. 6-qadam, ishonchnoma kerak bo'lsa, uni to'g'ri rasmiylashtiring. Pensioner harakatlana olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka bora olmasa, yaqiniga qonuniy vakolat berishi mumkin. Bunda notariusga murojaat qilinadi yoki qonunda belgilangan boshqa tartibdan foydalaniladi. Ishonchnomada pul olish, bank hisobidan foydalanish, karta bilan bog'liq amaliyotlar, ariza berish huquqlari aniq yozilishi kerak.
muddatiga alohida e'tibor bering. Muddati tugagan ishonchnoma bilan bank pul bermaydi. 7-qadam. Pensionerning o'zi va yaqinlari bir daftar tutishi foydali. Unda har oy pensiya tushgan sana, summa, yechilgan pul, qolgan balans yoziladi. Masalan, yanvar oyida 1.420.000 so'm tushdi. 1 million so'm naqd yechildi. Da 200.000 kommunal to'lovga ketdi. 200.000 kartada qoldi. Bu oddiy daftar oiladagi tushunmovchiliklarni kamaytiradi. Pul qayerga ketdi degan savolga aniq javob bo'ladi. 8-qadam, agar pensiya tushmasa, darhol vahima qilmang, lekin kechiktirmang. Avval bank balansini tekshiring. Keyin bankdan so'rang, pul kelganmi yoki yo'qmi? Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, karta ma'lumotlari va telefon raqamini oling. Muammo yozma tarzda qayd etilsa, javob olish osonlashadi. 9-qadam, internetdagi xabarlarga ehtiyot bo'ling. Ertadan pensionerlar naqd pul ola olmaydi. Hamma karta bloklanadi. Pulni bugun yechib oling, bo'lmasa kuyadi degan xabarlar ko'pincha vahima uyg'otish uchun tarqatiladi. Rasmiy qaror, bank e'loni. Pensiya jamg'armasi yoki davlat organi axborotsiz bunday gaplarga ishonmang. Men doim shuni maslahat beraman. Bitta xabarni ko'rdingizmi? Avval manbasini tekshiring. Sana bormi? Qaror raqami bormi? Rasmiy tashkilot nomi bormi? Link rasmiy saytga olib boradimi? Agar bular bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. 10-qadam, yoshi katta insonlarga sabr bilan tushuntiring. Siz bilmaysiz, bu oson-ku deb gapirish kerak emas. Pensionerlar butun umr naqd pulga o'rgangan bo'lishi mumkin. Karta, bankomat, SMS kodlari uchun yangi tizim. Bir marta ko'rsatish yetmasligi mumkin. 2-3 marta birga borib, bankomatdan balans ko'rsatib, kichik summa yechib, chekni tushuntirib bering. Shunda odam qo'rqmaydi va o'z pulini o'zi boshqarishni boshlaydi. Men bu mavzuda eng muhim fikrni yana bir bor ta'kidlayman. Yangi tartiblarning mohiyati pensiyani yo'q qilish yoki pensionerni pulidan ajratish emas. Mohiyat to'lovni nazoratli, shaffof va xavfsiz qilish. Lekin har qanday yangi tartibda tayyorgarlik ko'rmagan odam qiynaladi. Shuning uchun pensionerlar va ularning yaqinlari hujjat, karta, telefon raqami, SMS xabarnoma, ishonchnoma va bankdagi ma'lumotlarni tartibga solish kerak. Agar siz pensiyangizni kartada olsangiz, bu siz naqd puldan butunlay mahrum bo'ldingiz degani emas. Ko'p holatda kartaga tushgan pulni bankomat yoki bank kassasidan naqd yechish mumkin. Lekin karta shaxsiy, PIN kod maxfiy, SMS kod sir bo'lishi shart. Agar shu 3 qoidaga amal qilinsa, pensionerning puli ancha xavfsiz bo'ladi. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 3 ta narsani tekshiring. Kartaning muddati, bankka ulangan telefon raqami va oxirgi oy pensiya harakati. Mana shu oddiy tekshiruv ko'plab muammolarning oldini oladi. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Agar pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rang. Agar boshqa odam pul olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilganini tekshiring. Yakunda shuni aytaman. Pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang. Avval aniq qoidani, o'zingizning holatingizni va bankingiz tartibini tekshiring. Qonuniy pensiya sizning huquqingiz. Lekin uni muammosiz olish uchun zamonaviy tartiblarni bilish ham zarur. Men sizlarga aynan shuning uchun bu mavzuni batafsil tushuntirdim. Agar sizning hududingizda pensiyani naqd olish, karta, bankomat yoki ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat yoki tumanda qanday holat bo'layotganini aytsangiz, boshqalar ham foydali tajriba oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, mahalladagi pensionerlar bilan albatta ulashing.